Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Abduqodir Husanov haqida juda ko'p mish-mishlar, blogerlarda ochko uchun qilayotgan videolari to'g'risi juda ko'pchilik zeriktirdi. To'xtatishinglar maslahat beraman. Basenning ichidan chiqib gapirayotgan aka, basenning ichida turib olib. Yana bir nechtasi bor. Ko'payib ham ketdi, adashib ham ketdi odamlar. Sizlar to'g'risi birovni og'ziga qarab turgan odam bo'lsanglar, har xil fake xabarlar chiqaradigan kanallarga qarab turasizlar, nima deysa shuni ko'tarib chiqyapsizlar. Odam uyatish kerak endi, bo'ldi endi. Nimagaki sizlar maqsadinglar ochko bo'ldi, u hamma biladi. Kommentariy to'plash, like yegish bo'ldi, boshqa narsa sizlar qiziqtirmaydi. Shunaqa videolar ko'rgandan keyin hech bo'lmasa qiziqmaysizlarki, to'xtachi yana boshqa manbalardan ham qiziqib ko'raychi yoki bir yaqinroq odamlardan so'rab ko'raychi degan narsa yo'q. Sizlarda shu chiqishiga kutib turasizlar, olasizlar, qo'yasizlar. Shunchadan beri kuzatyapmiz, shuning uchun to'xtatishinglar so'rayman. O'zingizlarga yaxshi, o'zingizlarni hurmatinglar uchun yaxshi bo'ladi, chunki men buni birinchi boshida chiqqanda ham aytganman. Mana shu videoda kommentariyasiga ham yozib qoldirishsa kerak shu eshitgan odamlar. Chunki meni lichkamga obunachimmi, obunachimasmi bilmayman. Lichkamga juda ko'pchilik yozgan, birinchi chiqqanda shunday ham aytganman. Fake xabar, ishonmanglar bunga deb. Men o'sha gapimda hali ham qolaman. Aytish kerak bo'lsa bunday ma'lumotni men aytishga haqliman. Chunki men aytishga haqliman deganimiz sababi men voqelikda haqiqiy nima bo'layotganini bilaman. Mana shu yerda yuribman, Abduqodir bilan bir necha marta ko'rishib, gaplashgan odam sifatida aytsam bo'ladi, lekin aytmayman bu narsani. Chunki o'zi bu yo'q narsa-da. Siz aslida tagi yo'qda buni. Sal bo'lsa ham shabadasi yo'q, sizlar o'zingizlar chiqarib olgan narsa-yu bu. Ikkita, uchta o'yinda qandaydir sabablar bilan tushmay qoladigan bo'lsa, sizlar o'zingizlar vahima qilib, sizlar o'zingizlar chiqargan gap bu. Haligi futbol fanatika degan bitta qiz bor, endi ancha-muncha kuzatib turardim. Shaxsiy obunachi emasman, obuna bo'lmaganman, lekin yaxshi kontentlar olib boradi. Mana shu qizni yaqinda ko'rib qoldim. Angliya Kubogida qaysi tur o'yinda deyapti. Kutilyapti deyapti. Siz qayerdan olyapsiz bunaqa ma'lumotni? Men hayronman-da. Sal bo'lsa ham bir yaqinroq bir manba yo'q-ku. Siz gaplashadigan, to'g'rimi? Masalan, men aytsam bo'ladi. Chunki men City fan bilan gaplashaman, aloqadaman. Juda ko'p narsalar gaplashamiz, boshqa xullas kalom, futbollarni birga o'tiramiz. Endi City fan bilasizlar, har bitta komandaning fan klubi. Bunaqa axborotlarni birinchi bo'lib anig'ini biladi bular. Chunki ular ichki siyosatini ham biladi futbolni. Bo'lib Angliyada. Mana shunaqa. Shular bilan misol gaplashsam, ertaga bo'ladigan o'yinda tushadimi desam, ular aytishi mumkin. Ular Abdu deydi, Abduqodirni. Abdu deydi, tushishi mumkin, tush kutilyapti, boshqa degan narsani sal yaqinroq qilib, asosiy tarkibga tushishini yaqinroq qilib gapirsa, men misol tushi kutilyapti o'yinda, ertangi bo'ladigan o'yinda Abduqodir Husanovni tush kutilyapti deb turib gapirsam bo'ladi, unda ham aniq emas. Shunga yaqinlashtirib. Chunki men gaplashganman, ular bilan gaplasha olmayman boshqa. Siz qayerdan oldingiz? Hayronman, siz O'zbekistondasiz-ku. Qayerdan oldingiz? Shunga hayron bo'laman-da. Shuning uchun kirib ko'rdim, profilingizga 576 mingta obunachisiz bor ekan. Yaxshi kontentlar qilasiz. Nima qilasiz bu ishga aralashib? Fake bu. Undan qo'ying, boshqa yaxshi narsalar chiqaring. Bunaqa narsalarda sizga ma'lumot kerak bo'lsa menga yozing, men mana shu yerda odamman. Sizga aniqroq xabarlarni olib berishga harakat qilaman. Shunaqa gaplar, Pep Guardiola gapirmagan gaplarni ham gapirdi deb chiqyapsizlar. Boshqa yolg'on xabar tarqatmasdan to'g'risini aytsanglar, o'zingizlarni hurmatinglarga yaxshi bo'ladi. Endi ko'pchilik aytadi, so'rab ko'ring, savol berib ko'ring, boshqa qiling deb. Abduqodirga ham yoki Pep Guardiolaga ham bu savolni berishlik o'zi g'alati. Men ko'rishib qolgan taqdirimda ham Pep Guardiolaga bu savolni bermayman, chunki bu yo'q narsa-da o'zi. Yo'q narsaga qanday savol berasiz? Shu Abduqodir Husanovni Pep Guardiola bilan ham aloqasi yaxshi, komandadagi bolalar bilan ham kayfiyati ham yaxshi, mashg'ulot qilib, o'ziga yuklatilgan vazifani qilib yuribdi shu. Endi shunga ko'pchilik vahima qilib bordi. Bunaqa gaplar
Shuning uchun unaqa narsalar tarqatmasinglar so'rayman. Yaxshisi. Men ashi aytishadi, so'rasangiz bo'lmaydimi deb. Men voqelikni bilganim uchun so'ramayman birinchidan, ikkinchidan qachonki Manchester City'ning o'zini ofisial sayti, yana boshqa shunaqa katta saytlar bor. Shunaqa saytlar chiqarsa, ishonishim mumkin unga doir. Bu chiqarayotgan hamma boshqa saytlar hammasi fake xabar chiqaryapti. Endi ketsa, xo'p ketishi mumkin, lekin o'sha bir haqiqiy konkret manba aytib chiqsa, o'shanda ishonishim mumkin. Unga doir men ishonmayman. Xalqni ham ishonib bunaqa narsalarga vaqtinglar ketkazib ko'rishinglarni, bunaqa savollar to'xtatishinglarni chaqirgan bo'lardim. Chunki yo'q narsaga ishonish o'zi g'alati-da. Mana blogerlar sizlar endi ko'pchilik, bitta meni fikrim emas, xalq ko'rib turibdi. Like uchun, kommentariy uchun, yana qaytarib o'taman, like va kommentariy uchun qilayotgan ishinglar bu. Ularga ma'lumot kerak bo'lsa, menga yozsanglar, imkon qadar berishga harakat qilaman. Shunda qo'ysanglar yaxshi. Sizlarda bu ishlar 100% o'zingizlar manfaatinglar uchun ligiga qo'rqmasdan aytsam bo'ladi. 99 emasda, 100% mana shunaqa blogerlarda Abduqodir Husanov haqida fake xabarlarida tekshirmasdan, tangani ikkinchi tomonni ko'rmasdan chiqarayotganlar hammasi ketarkan, tasdiqini topmagan so'zlarni, gaplarni, mish-mishlarni olib chiqayotganlar 100% kommentariy va like uchun sizlar ishinglar. Agar haqiqiy xolislik bo'lganda sizlar ishinglar. Masalan, Eldor Shomurodov oldiga borishinglar mumkin edi. Schengen viza olib Italiyaga. Abbosbek Fayzullayev bor. Endi sanasam yana bir nechta futbolchilarimiz bor. Chet davlatlarda o'ynab yuribdi. Olib, borib, videolarga olib, qo'yib, kontentlar qilib shunaqa qilgan bo'lardinglar. Endi o'zingizlar nazdinglarda sizlar xolislik yo'qligi uchun ulardan ochko yo'q. O'zingizlar nazdinglar lekin chiqarsanglar bo'ladi. U ham bizning vatandoshimiz, yurtdoshimiz. Ular ham masalan men borsam, xudo xohlasa O'zbekistonga shu ishni qilaman. Qayerda futbolchimiz, sportchimiz bo'lsa, borib xuddi Abduqodir Husanovni yoritayotgandek xalqqa imkon qadar yoritib beraman. Xolis. Sizlarga xolis emasligi uchun Abduqodir Husanovdan ochko kelayotgani uchun shuni gapiryapsizlar. Faqat agar xolislik bo'lsa, marhamat boringlar. Eldor Shomurodovning o'yinlarini, Abbosbek Fayzullayevni, yana boshqa futbolchilarimiz qayta o'ynayotgan bo'lsa, borib yoritib xalq uchun qilsa bu. Shunaqa qilinglar. Malades deydi xalq. Shuning uchun unaqa ishni to'xtatinglar. Shunaqa gaplar rosa ko'payib ketgandan bir kuni fan klubda bitta bolaga savol berdimda. Shunaqa degan gap eshitib qoldim. Deb turib gapirdim. Ehtiyot bo'lib, chunki u narsa bu yerda yo'qda. Sizlar o'zingizlar chiqaryapsizlar. Angliyada bu xabar yo'q umuman. Shuning uchun haligi g'alati tuyulmasin deb turib ehtiyot qilib shunaqa gap eshitib qoldim. Xullas internetda nima deb o'ylaysan? Seni fikring qanaqa desam, qalin ishdi, unaqa xabardim. Yo'q narsa-yu deyapti. Shu Barselonaga o'tishi. Lekin sizlar uni bong urib yotibsizlar o'zingizlarda, yurtdoshinglarda. Bularda unaqa xabar yo'q. Bular o'yinga tushmasligini vahima qilib panika qilgani yo'q. Oddiy holat, har bir o'yinchida bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Haalandda ham, boshqasida ham nechtadir o'yin zaxirada o'tirishi, shuning uchun u ham hayron bo'ldi. Lekin sizlarga bunaqa bo'lmayaptilar. Bitta xabarni oxiriga yetmasam, qolganlarni gapirib yotibdilar. Kechagina press konferensiyada Husanov haqida savol berildi Pep Guardiolaga. Endi oddiy aytib o'tib ketdi. Shu bo'ladigan holat bu. Har bitta futbolchida bo'lishi mumkin. Xullas kalom, ular fojia emas ular uchun. Holatni biladi ular. Xullas kalom javob berdi. Endi shuni og'ziga qarab turuvdinglar sizlar. Hamma nima desa og'ziga qarab turasizlar ekan. Shunaqa blogerlar bor ekan, ba'zilari. Uni chiqarib yotibdilar. Xo'p. Agenti gapirdi. Uni shu olib endi uni chiqarib yotibdilar. Shuning uchun birovda og'ziga qarab tursanglar ba'zi blogerlarga tegishli. Baribir ham shu tekshirib qo'yib chiqaringlar bundan keyin. Birov nima desa, yugurib chiqib ochko uchun qo'ymasdan tangani ikkinchi tomonni ko'rib va
chiqarsanglar o'zinglar uchun yaxshi. Bir odamning ustidan yolg'on xabar tarqatgandan ko'ra sabr qilgan yaxshi yoki bunaqa narsani chiqarmagan yaxshi. Men endi so'kmayman, boshqa qilmayman, yomon gapim shu. Aytish kerak bo'ladigan yangilik bo'lsa, men shu yerdaman. Hamma o'yinlarga boryapman. Hatto masalan 10 ta o'yinda bitta o'yinga bormashim mumkin. O'shunda ham fan klub keldingmi deb yozadi. Yo'q deyman. O'tgan safar mana rasmlarini tashlab berdi. Futbolkasiga qo'l qo'ydirganlar rasmlarini tashladi. Kayfiyatini so'radim, aytishadi shunaqa holatda. Baribir ham doim holat nimaligini bilib turaman. Endi sizlar O'zbekistonda bo'lsanglar, faqat hali fake xabar tarqatayotganlardan olib tarqatayotgan bo'lsanglar xabarlarni, shuning uchun yaxshilab o'ylab turib tarqatsanglar yaxshiroq bo'ladi. Nimadir aytish kerak bo'lsa, imkon qadar xabarim bo'lsa, men aytaman yoki sizlarga qiziq bo'lsa, sizlardan nimadir manfaatim yo'q, yozsanglar, borib ko'rsatishim mumkin. Misol stadionni ham, shu yerda holatni ham, boshqani ham. Shuning uchun bu ishlarni to'xtatishinglar so'ragan bo'lardim. O'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Shunaqa gap. Xudo xolasa, sanoqli kunlardan keyin Angliya Kubogi finali o'sha gap deb Guardiola Qodir Husanovga qarab sen chempionsan degan gapini isbot topishga bir qadam qoldi. Kubok olsa Abduqodir Husanov ham Manchester City bilan birgalikda chempion bo'ladi. Xudo xolasa shu kunlarni ko'rish nasib qilsin. 17-may Wembley stadionda Xudo xolasa ko'rishguncha sizlarga yana bitta iltimos, oxirgi marta shu birovni fake xabarlarini olib ochko uchun tarqatadigan ba'zi blogerlar bo'ldi, to'xtatinglar bu ishlarni. Yaxshilikni gapirib tursanglar yaxshi bo'ladi. Ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, lichkamga yozsanglar, men sizlarga imkon qadar ma'lumotlarni isboti bilan, kimdandir eshitib olib pas, videosi bilan o'sha odamni ko'rsatib kerak bo'lsa, yoritib beraman. O'zingizlar uchun ham yaxshi. Shunaqa, endi birovni qalbiga ozor beradigan gaplar gapirmadim deb o'ylayman, chunki kimnidir haqorat qilishdan yiroqman men. Xullas kalom, Premier Ligada sizlar tarqatayotgan gapni zarrachasi ham yo'q bu yerda. Bunaqa ma'lumot o'tar ekan, o'tishi mumkin degan gap yo'q. Uni sizlar tarqatyapsizlar. Shuning uchun to'xtatinglar. O'tish kerak bo'lsa ham, Barsaga, qayerga bo'lsa ham o'zining asli saytlari ishonadigan saytlar, Barsanikimi, Manchester City'nikimi chiqarsa olib tarqatinglar, mayli. Yaxshi bo'ladi, lekin hali bunaqa gap yo'q Angliyada. Shuning uchun sal bo'lsa ham shabadasi ham yo'q. Bo'lganda sal bo'lsa ham, ha, mana shunaqa gap yuribdi degan bo'lardim. Muxlislarning ichida ham, fan klub ham bilmaydi unaqa xabarda hatto. Faqat 5 ta o'yin nimadir sabablar bilan, sababi bor uni. Yaxshimi yomonmi sababi bor. Endi albatta biz yaxshilikka bo'lsin deymiz. O'sha sabablarga ko'ra tushmay qolsa, ayni o'sha ochko ishlaydigan, kommentariy uchun, like uchun video kontent qiladigan blogerlar, ba'zi blogerlar paytdan foydalanib Abduqodir manaqa bo'lar ekan deb turib Abduqodir haqida ma'lumot berishni boshladi va qolganlar uning orqasidan yetalandi. Shuning uchun bunaqa narsalarga ishonmay turasizlar. Bu bola bunday olib qarasangiz, o'zbek o'g'loni tarixda birinchi marta futbol vataniga bu tarixiy inson bo'ladi, chunki APLga birinchi marta o'zbekistonliklar tomonidan kelgan futbolchimiz. Ya'ni APL eshigini ochib berdi. Qolgan futbolchilarimizga ham omad tilaymiz. Orqasidan birin-ketin bo'lib transfer bo'lib kelsa ajab emas. Biz esa imkon qadar yoritib, qo'llab-quvvatlaymiz. Shuning uchun o'zbek xalqi uchun, o'zbekning obro'si uchun, o'zbek millatini, o'zbek vatanini obro'si uchun harakat qilyapti. Shunday sportchilarimizni o'zimiz sindirib yorishimiz hech gap emas. Shuning uchun prosta to'xtatinglar bunaqa gaplarni. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Yangilik bo'ladigan bo'lsa, xabarlarda tarqatilinadi. O'zini maxsus saytlarida menda qanaqadir xabar bo'lsa,
Xudo xolisa imkon qadar men ham yoritib boraman. Shu imkon qadar mana obunachilar biladi, juda ko'pchilik biladi. Iloji boricha ko'rsataman. Mana o'yinlarga borganda ham, tushmagan holatlarda ham, mana o'ynamagan holatlarda ham juda ko'pchilik ko'ryapti. Imkon qadar prommo efir ham qilib beryapman. Sharoitimdan kelib chiqib albatta. Videolarni ham olib qo'yapman. Abduqodirda kayfiyati yaxshi hozircha. Hammasi yaxshi ketyapti. Mahsulotlari qattiq qilyapti shu. Futbol mutaxassislari bo'lgan Davron Fayziyev mana gapirdi, Xayrulla Hamidov gapirdi. Futbol mutaxassislari gapiryapti bu narsani fakeligini. Shunga qaramasdan ba'zi bir blogerlar gapirib chiqyapti. Buni to'xtatishinglar so'ralinadi, yaxshi bo'ladi o'zinglar uchun. Yana ham Abduqodir juda ham bir ko'ngilchan, tarbiyali bola, ota-onasiga katta rahmat. Chunki shaxsan men o'zim gaplashgan odam sifatida gapiryapman. Kimdandir eshitib olib boshqa emas. Juda ham kamtar, tarbiyali, kamsuqum. Biron narsani ham bir o'ylab gapiradigan, shunaqa kam gap, shunaqa bir tarbiyali bola ekan. Hurmat qilishga arzigulik. Dunyoni mana degan klublardan birida, dunyoni ko'zga ko'ringan murabbiylarning qo'l ostida o'zbek millatini sha'ni uchun imkon qadar harakat qilib, o'ynab, mana iloji boricha hamma imkoniyatini sarflayapti. Biz navrot yaxshi fikr qilib, ko'ngilni ko'taradigan gaplarni gapirib, shunaqa yangiliklar chiqarishni o'rniga noto'g'ri narsalarni gapirib yuribdi ko'p. Endi blogerlar buni ko'rmaydi deysizlarmi? Ko'radi, ko'rib turib endi bu nima bo'layotganini o'zi biladi-yu. Yolg'onligini biladi, sizlarga chiqarayotgan yolg'on xabarni tarqatayotganinglarni biladi. Shuni ham bir o'ylab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi menimcha. Ko'ngliga tegishi aniq bu. Abdurahmon aka Fozilovni ham ko'p gapiryapsizlar endi. Yaxshiman, sadi bitta odamni orqasidan kavlab gapirib. Abdurahmon aka Fozilov aytilgan ishni chiqib qildi, shu blogerlarning qo'lidan yetalab borgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. Endi undan tashqari nechta blogerlar yolg'on gapirib boshqa qilyapti, lekin uni ko'pchilik gapirmayapti. Masalan, men shaxsan tanishmasman u odam bilan. Unga aytganim yo'q boshqa. Rosta juda ko'p oshiqcha gapirib olindi endi. Oshiqcha gapirib yubordinglar. Shuning uchun odam ham endi odamda qadar degan narsa bor, peshinasiga yozilgan. Endi hozir balkim yaxshilikkadir, kimlar sizlar ba'zi blogerlar vahima qilyapti, balkim yaxshilikkadir. Tushmagani ham endi uni kutmasdan bir pasda kimnidir ayblash menimcha yaxshi emas. Abdurahmon akani menimcha aybi yo'q deb o'ylayman men. Allohning qadari, Alloh peshinamizga nima yozgan bo'lsa shu bo'ladi. O'shuning uchun kimnidir ayblab bu bo'layotgan ishlarda unaqa qilishlik yaxshi emas. Chunki bu bo'layotgan ishlar balkim yaxshilikkadir. Sami Glanning kayfiyati yaxshi, mashg'ulotlarni qilib, pep nima buyurgan bo'lsa shuni qilib yuribdi. Shu uni sizlar sabr qilmasdan ba'zi blogerlar ochko uchun har xil narsalar, yo'q narsalar tarqatyapti. Xullas shunaqa, undan ko'ra o'sha futbol mutaxassislarini haqiqiy xabar chiqarsa ishonadigan saytlar bor. Sabr bilan shuni kutib turganlar yaxshi. Shuni maslahat beraman.